Darvozabon Ederson. Sadio Manega urilganda, u keyingi nima bo'lishini bilmas edi. Vaziyat oddiy ko'rindi. Maydonda kuchli to'qnashuv, tez itarish, hakam uzoqdan kuzatdi. Lekin hech kim sezmadi. Mane unutmagan va kechirmagan edi. Soniyalar o'tdi, o'yin davom etdi. Tomoshabinlar hammasi tugadi deb o'ylashdi. Keyin to'satdan Sadioning qasosi. Mane chaqmoq tezligida hujum qilib, oyog'ini ko'tarib Edersonning yuziga tepdi. Jahon chempionati o'yinining so'nggi soniyalarida Daniya himoyachisi jarima maydonida raqibni yiqitdi va hakam darhol penalti belgiladi. Darvozada Kasper Schmeichel turibdi. Tribunada esa uning otasi, afsonaviy Petr Schmeichel. Kim aybdor edi? To'p Modrichda. Petr esa qattiq xavotirda. To'g'ridan-to'g'ri Mana Luka zarba berdi, lekin Kasper qutqardi va mamlakat qahramoni hamda otasi